qanchalik ko'p u qizni orqasidan yugursang, shuncha kamroq u seni hurmat qiladi. Nimaga? Agar o'z qoidalaringni hammasini olib tashlab, faqatgina uni qoidalariga rozi bo'ladigan bo'lsang, o'zingning hurmatingni yo'qotasan. Agarda umuman emotsiyalarga ham berilib ketsang, bu seni yutqizding deb aytilgani. Lekin xavotir olma, hamma muammolarning yechimi bor va ushbu yechimlarni men senga hozir beraman. Birinchisi va hammaga shu narsani gapiraman. Oqlanma. Agarda qiz bola seni vaziyatingga kirmasdan, sen meni oldimga kelmayapsan, vaqt ajratmayapsan, uni qilmayapsan, buni qilmayapsan deb gapirayotgan bo'lsa, oqlanib, "Ha, rostdan ham vaqtim bo'lmayapti, ozgina ishda ushlab qolishdi, direktorim unaqa dedi" deb o'tirmaydi. Prosta "Ha, shunaqa bo'lib qoldi, bo'ldi, qisqa va tamom." Ikkinchisi, ramkalarni o'zgartir. Agarda qiz bola senga arzimagan narsani deb ham sen hech qo'polsan deb gapiradigan bo'lsa, joyida javob qaytar. Senga nima, kuchsizlik erkaklar yoqadimi degan. Chunki haqiqatan ham hech qaysi qizga kuchsiz erkaklar va o'zini pozitsiyasida tura olmaydigan erkaklar yoqmaydi. Uchinchisi esa pauza deb nomlanadi. Agarda qiz bola manipulyatsiya qilayotganini sezayotgan bo'lsang, bir kunga yo'q bo'lib qolishni tavsiya beraman. Nimagaligini tushuntiraman. Agarda manipulyatsiya qilayotganda manipulyatsiyasiga berilsang, uni o'yinlari ishlayotgani haqida gapiradi. Agarda bir kunga yo'q bo'lib qolsang, u nazoratini yo'qotadi va o'ylanib qoladi. Sal ko'paytira olmadimmikin deb aytadi va sana pozitsiyang kuchliroq pozitsiyaga o'tadi. Xullas, agarda ushbu vaziyatlar seni hayotingda bo'lib o'tayotgan bo'lsa, 90% bu erkaklarda bu narsa bo'ladi. Unaqada senga maslahatim. Telegram ilovamda so'zlar ro'yxatini tuzib qo'yganman. Ushbu so'zlar ro'yxatini agar sen hayotingda ishlatadigan bo'lsang, har bir qiz seni hurmat qilishi aniq. Hammasi o'z qo'lingda.